Biologik nuqtai nazardan buyrak toshlari suv miqdorini saqlab qolish uchun kerak bo'ladi. Agar insonda hayotiy resurslari yetishmasa, tana shunga moslashib, suv miqdorini ushlab qolishga intiladi va bu toshlarni yaratadi. Psixosomatik nuqtai nazardan buyrakni vazifasi salbiy, zaharli energetik shlaklardan tozalashdir. Shunday ekan, buyrak toshlarining paydo bo'lish psixosomatikasi o'tmishdagi kuchli salbiy xotiralarni unutolmaslik, bo'lib o'tgan voqealarni qabul qilolmaslik yoki g'azab, jahl, qo'rquv kabi hissiyotlarni tashqariga chiqara olmay ichiga yutish, ya'ni ichiga joylash sababli kelajakdan qo'rqish, o'ziga ishonchsizlik, o'zini moddiy ta'minlay olishga bo'lgan qo'rquv, hayotdan ko'ngli to'lmasa ham chidash, harakatsizlikda o'tish yoki bo'lmasam yoqtirmagan insonlarga yaxshi muomala qilishga o'zini o'zi majburlash natijasida paydo bo'ladi.